Bu mol o'ldi o'sha, yashamaydi. O'ldi, yashamaydi bu mol. Doktor chiqib ketgandan keyin molni egasi molni so'yib oldi. Og'riq bor mana. Yelinda temperatura mana og'riq bor, yaxshigina. Sal teksangiz og'rityapti. Yelinda agar mastit bo'lmaganda bu oppoq turar edi. Egasini o'zi aytdi. Chunki mana shu sigirni o'zim esimda yo'q, 6 yil oldin davolagan ekanman. Mana Jamshid aka, mastit zardobli mana suv aralash, zardob aralash sut tushyapti mana bu iste'molga yaroqsiz mana. Nimaga bunga ko'p? Bo'shliq borda ketadi. Hozir bunga 10 tiqaman desangiz, yelin zo'r qilib ichkarida yelinni klapiniga nagruska berib qo'yadi. Endi panflaminni yelindan jo'natamizmi? Mana boya tomirdan 20 urgan bo'lsak, hozir yallig'lanish nisbatan kamroqligi uchun bunaqa bo'lmaydi. Bu yerda hozir yelin tarang turibdi. Teksayini chiqadi hozir. Mana ikkinchi qilinadigan shu joyda o'zida mana. Opa. Mana. Nechta qilasiz hozir bu molga? Shuncha dori olib kelyapsiz. 3 kunlik deyapsiz. Hozir qarang, har bitta yeliniga ukol qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, chorvadorlar. Bugun xudo xolasa sizlarga veterinar hayotini davomini olganmiz. To'g'risi u yoqda salomlashish, boshqa qilish esdan chiqib qolibdi. O'shaning hisobiga hozir uyga kelib, sizlar bilan salomlashib, video nimadan davom etadi, nima bo'ladi, hammasini aytib beraman. Birinchi o'rinda mastitni davolaganmiz, undan molni eshini olganmiz. Qisqasi ko'rsangiz, xudo xolasa vaqtingizga achinmaysiz. Akalar, sizlardan iltimos, Namangandan Toshkentga borib, bir kun vaqtimizni ketkazib, sizlarga, odamlarga foydali bo'lsin deb, ayniqsa stomatit hozirgi kunda juda ham ko'p akalarimizni hayvonlarni qiynayotgan o'sha og'iz yara, tuyoq yara kasalligi haqida ham to'liq ma'lumot berganmiz. Mehnatimizni chiroyli qadrlab, videoga like bosib qo'yinglar. Unda biz videomizni boshladik. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Birinchi vizitimiz xudo xolasa mana Shuhrat akalarga keldik, Abduxo'p aka. Ha. Bu yerda bo'lgan molga. Shuhrat aka, sizlarga aytay, Abduxo'p akamning doimiy klienti. Oldingi safar ham bu yerda juda ham ko'p syomka qilganmiz. Mollarni vashi zo'rlarni boqishadi. Ichkaridagi simmental ham hozir kirib ko'rdim, chunki molni va zo'rni boqishadi deb. Zo'r ekan simmental. Mollari zo'r, yaxshi. Sigir boqqanda ham sigirda yaxshi sut beradigan yoki bolani zo'r beradi. Bolani zo'r bergan, sut ham zo'r beradi. Ko'rsalaringiz bo'ladi. Bitta ko'rsataylik molni. Molni bitta ko'rsating-da. Mana uni qarang. Voy joningdan. Yaqinda ichkarida mollari tug'ibdi. Simmental urib qo'yilganmi yo onundan qochganmi? Yo'q, bu fermadan olib kelgan, fermada qochib kelgan bu. Fermada, mashalloh, turishini qaranglar. Mollar chiroyli, haqiqatdan danaklarni boqishadi. Nima bo'lgan bu yerda? Nima og'riq boshlandi? Birinchi vizitimizda. Bu yoqda mastit. Hozir o'sha ko'pchilikda sigirini sutdan qolishi, brak bo'lishiga sabab bo'lyapti bu. Shunga hozir o'zimiz sxemam bo'yicha juda ko'p rezultat bergan, shu kungacha ishlatib kelgan yaxshi lecheniyani, kombinatsiyani ko'rsatamiz. Mana shu sigirda shu lecheniyani boshlaymiz. Zo'r. Hozir ko'rasizlar, mastitda Abduxo'p akamning o'zlarini lecheniya kurslarida qanday qilib davolashdi. Buni moliga ukol qilishni biladigan akalarimiz yoki gapimiz noto'g'ri o'qilmasin, mastitda uncha yaxshi rezultat ola olmagan hamkasblarimiz, veterinar akalarimiz ham mana shundan foydalansa, ancha zo'r natijaga erishadi. Aql o'rgatish emas, boshqa emas, faqat fikr almashish aytilyapti. Maslahat, ha. Bu endi yomon ko'rish ehtimoli ham bor-da. Reklama yo boshqada emas. Bu haqiqatan effekt beradigan, zo'r ishlaydigan reklama deb nimani ham reklama qilamiz endi. Har xil odam bor-da, videoni ko'radi-ku, ko'rayotgan joyda ayb izlashga harakat qiladi. Bitta gapirgan gapingizdan menda ish jarayonida nimadir o'xshatishga xatolik qilib qo'ysak yoki nimadir sal tushunarsiz gapirib qo'ysak, bularning maqsadi faqat shu. Biz ko'rsatamiz xolos, hech qanaqa mana ishlatilgan dorilar shunday ochiq turibdi. Yashirish alohida bular ishlatgani boshqa dorini olib kelish boshqa narsa yo'q. Endi bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Zo'r. Bo'lmasa, hozir xudo xolasa sizlarga mastitni davolash usulini ko'rsatib o'tamiz. Hali sovuq, unchalik tugagani yo'q. Birinchi o'rinda dorilarda issiq suvga panflaminni ham solamizmi? Ha. Chunki bu yelin teshigidan ham jo'natiladi. Panflaminni yelin teshigidan ham jo'natsa bo'ladimi? Ha. Bu kalligis karomati ko'p ekanda. Buni panflaminni ham aka. Buni ishlatishni bilgan odam maza qilib ishlatadi. Bu o'zimiz ayniqsa dermatitda juda ham ko'p ishlatganmiz. Qon parazitar kasalligini
Qarang, bilib olganimda, qarang Abduvohab aka. Davolashda va qondagi viruslarda. Siz ham 15 taka veterinar deydi-ku. Ya men veterinarlikka da'vogarlik qilmayman, lekin Veterinarlikka da'vogar qilmaysiz, lekin nima desa bo'ladi? Berilgan savolga javob berishni bilmasa ham veterinarlar nomidan yo boshqadan chiqib olib turib, o'zi tushunmagan ma'lumotini berib yotganlarni oldida endi siz ancha pog'onangiz balandroq, chunki siz realniy licheniyani ko'rasiz, qilinayotgan ishlar boshqa, savol bergan odamga qisman ma'lumot berish imkoningiz bor-da. Shunaqa. Lekin veterinarlikka da'vogarlik qilmayman, chunki to'g'risini aytaman, o'qimaganman. Kimdir o'qimagan chiqib olib, mingta, millionta narsalarni gapirib chiqyapti, lekin biz men o'qimagan holatda bir narsani maslahat berishga qo'rqaman. Xo'p, dorilarni mana suvga soldik. Fullnex. Bu nima edi? Dexamid, Panflamin. Hozir nima xayoldan ko'tariladi desa mana. Dashtimni ham solamizmi? Ha. Demak, hozir hamma dorini ilitib qilganimiz ma'qul ekanda, to'g'rimi? Faqat yog'li dorilarda emas, hamma dorini. Yog'li bo'ladimi, yog'sizmi? Hayvonning organizmi insonga o'xshagan. Preparat jo'natilganda agar sovuq bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, og'riq his qilish unda ham bor. Preparatlar sovuq jo'natilsa, hayvonda shok holatlari, reaksiya berib ham qoladi. Shuning uchun erinish kerak emas, hayvonda ham og'rig'idan o'zi igna kirganda qiynaladi. Ignani og'rig'idan tashqari sovuq dorini jo'natib hayvonni qiynagandan ko'ra, qo'ldan kelguncha unga komfort sharoit qilsangiz, hayvon ancha mazza qiladi. Ma'lumotni zo'ri mana joylarsiz. Jamshid aka mastit. Mana yelin qizarib ketgan, yaqinda tuqqan bu. Mana bu qizarib ketgan, ichida yallig'lanish, og'riq bilan o'tyapti. Mana yonboshidan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Oy, bechoramon. Mana yonboshlarida ham og'riq bor. Tarrang yelin. Mana yelin. Bu xamirsimon mastit mana. Ichkariga bosasin, og'riq bor. Sirrazi bilintiryapti. Hozir buni bir chekadan qaysi preparatlar nima maqsadda qilinishini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p. Birinchi o'rinda buni oyog'ini keyin bog'laymiz Shuhrat aka, oyog'ini bog'lamasak tepadi. Keng Jamshid aka. Hop. Mastitni formasi menimcha ko'pa, chunki hozir aytyapsiz, sut chiqmay qolganmi umuman? Yo chiqadimi sut? Boshida ozgina chiqqan, keyinchalik yallig'lanish kuchaygan sari teshiklar bitib qolyapti. Bunga paytida qaramasa, yelin ko'zida o'simta hosil qilib, yelin birak bo'ladi. Ishlamaydi keyin. Shuning uchun maksimalni bunga lecheniya qilish kerak. Va tezroq yordam ko'rsatish kerak ekan. Qancha vaqt o'tsa, shuncha yopilib ketsa kerak menimcha. Siz aytishingiz bo'yicha, tushunishim bo'yicha. Endi ish vaqtida mana shu joydan telefon jirinyapti Jamshid aka. Ish vaqtida ola olmayman, dori-darmon nima qilayotgan bir xillar. Noto'g'ri tushunadi, telefon qilsam ko'tarmadi. Kuchayib ketibdi, boshqa yo'q bu yoq deydi. Ish vaqtida telefonga javob berilmaydi. Panflamin men lekin endi eshitishim mastitga ham mana yaqinroq olib kelib ko'rsating. Kasalliklarda mana Telepri, Yashur, mastit degan joy bormi? Mana mastit, periplazmoz, teleroz, babeziyoz. Mana shu joy bizga kerak hozir. Zo'r. Mastitda ham demak panflaminni bemalol veterinar akalarimiz yoki mol boqadigan akalarimiz ishlatsa bo'ladi. Necha kurs lecheniya qilinadi bunga Abduvohab aka? 5 kun kelasiz. 5 kunmi? Ha. Bu baquvvatligini. Bo'yi ham sizni bo'yingiz bilan bir xil bo'lib turibdi-da. Hop. O'tdim bu yoqqa. Panflamin birinchi o'rinda vena qon tomiridan. Vena qon tomiridan panflaminni jo'natamiz. Necha gram jo'natamiz? 20. Siz 30 ham jo'natyapman dedingiz-a kecha? U endi stomatitda. Stomatitda. Ha. Ketdi. Xo'p, keyingisi Fullnex. Aha. Bu asosiysi aka, qarang. Birinchi narsa baribir negativ tug'diradigan narsa so'rab olay. Shprisni panflamin jo'natgan shprisingizni bitta chayqab yuboryapsiz, yana qilyapsiz. Hech narsa qilmaydi.
Hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Chunki bitta molga ishlatilyapti-yu. Ha. Buni ana chunki bilgan biladi, bilmagan lyubochasiga ayb qidiradi. Xo'p, Flunex'ning vazifasi sigirda temperatura bor, badani qizib, og'riqda turibdi, og'riq qoldirib temperaturani tushiradi hamda yallig'lanishga qarshi ishlaydi. Qilayotgan lichenyangiz bo'g'oz molga ham ketaveradimi aka? Mana qarang, bo'g'oz deganda qanaqa? Bu holat asosan sigirlar tuqqandan keyin sut berish davri уже maksimal tezlashadi-ku. O'shanaqa paytda ko'proq kuzatiladi. Lekin qornida 3 oy 4 oylik bolasi bo'lib turib, bo'g'ini sut berish davridagi mollarda ham mastit kasali uchraydi. Ana o'shanda ham bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Homilaga hech qanaqa ziyon yo'q. Zo'r. Ma'lumot o'rnida bo'lib ketdi, baribir ko'pchilik so'raydi. Bo'g'oz molga o'qisa bo'ladimi? Bilayotgan lichenyangiz buqaga bo'ladimi deb ko'p so'raydi o'zimizdan. Xo'p, keyingimiz Dexamid. Tarkibi dexametazon furatsimid. Aha. Bu tarkibida dexametazon bor. Bu ham yallig'lanishga qarshi ishlashga ancha yordam beradi. Buni asosiy nimasi, nuqtasi. Xo'p, sigirimiz jiboybesiga 500 kilo chiqadi. 50 kiloga 1 gram. O'zi gram deyishimiz noto'g'ri, millilitr deyishimiz kerak. Endi jaydarchasiga hozir millilitr desa ko'pchilik oldingi videolarda ham aytganmiz. Gram deb jaydar tilida gapiraveramiz. Tanadagi shish o'sha yelindagi taranglikni yo'qotishga yordam beradi. Endi biz veterinarlarga bu narsani tushuntirganimiz yo'q, biz oddiy odamga tushuntiryapmiz. O'shanga oddiy xalq tushunadigan qilib gapirsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'p. Hop ketdim men. Terosi qayerga qildingiz? Shuni ham aytib o'tib keting. Bo'yin muskuliga. Bo'yin muskuliga. O'shani ko'rsataman dedim. Bo'yin muskuliga. Hop, keyingimiz. Hozir qarang. Dastim qilishimiz kerak. Dastimni hozirgi endi yelinga qo'l qilamiz. Yelin sesternasiga, yelin xaltasiga qo'l qilamiz. Yo'q, boshqa preparatda dastimni hozir hayvonda temperatura tushguncha qilmay turgan ma'qul. Chunki hozir dastim qiladigan bo'lsak, hayvonda temperatura bor payti allergiya berishi mumkin, hayvonni qaltiratishi mumkin. Shuning uchun men dastimni eng oxirgi etapga olib, hayvon tinchlanib temperatura tushgandan keyin inyeksiya qilib chiqib ketaman. Flunix qilganingizdan keyin qanchadan? Mana hozir panfulamin ham qisman temperatura tushishiga yordam beradi. Flunix ikkilasi temperaturani tushirib, hayvonni og'riq qoldirib tinchlantirib tursa, oxirgi etapda ishlatamiz. Xo'p, bo'lmasa hozir yelini bilan shug'ullanamiz. Hop, voy, nima bu aka? Dorilar. Ana ishbilarmon kishilar degan kinoda ana bola kelib turib kartoshka pishirgan cho'ntakni o'g'irlaydi, patronda. Pungat. Nima bu? Pensilin. Bu yog'i mana streptomycin. Mana shu ikkalasi. Odam aptekadan oldik buni? Ha, meditsinskiy aptekadan kirib oldik. Bu ko'rib turganingiz 3 kunlik kursiga hayvonga 3 kun licheniya qilinadi. 3 kundan keyin holatiga qarab 5-7 kungacha licheniya davom ettirsa bo'ladi. Boshlang'ich etapiga 3 kunlik oldik. To'g'risi bu licheniyani men eskitdan ishlatib yurganim uchun kecha kelib sigirda holatni ko'rganimda egasini o'zi aytdi. Chunki mana shu sigirni o'zim esimda yo'q, 6 yil oldin davolagan ekanman. Mastit bo'lgan ekan, ko'p joyda yuramiz, esimda yo'q. Uka dedi, dori aralashtirib yeliniga ukol qilarding-ku, bundan ham shunga qilib ber deb o'zlari mana shuni esida qolgan ekan, lekin nomlari esida yo'q. Taklif berishdi, bu doim ishlatadigan licheniyam. O'sha 6 yil oldin mana shu sigirni 2 marta deysiz, Shuhrat aka? Voy. 2 marta, birinchi yiliga ham, ikkinchi yiliga ham mastit bo'lganda o'shuna qilib davolagan ekanman. Lekin u mola vashi go'zal. Shavkat bu yoqqa. So'mkadan qaychini? Boshga arziydigan. Molni qaranglar, turishini, joninglar. Chiroyli mol boqishadi. Shu ma'lumot o'rnida aytib ketaman, shogirdim. Ismi Shavkat, o'zim mahallamdan. Xudo xohlasa, bu ukamdan 1 yil vaqt so'radim, 1 yil vaqt berdim. Xudo xohlasa, yaxshi chempion shogirdlardan chiqaraman. Xudo xohlasa. Eng qizig'i hech yoqda o'qimagan, lekin o'qigan boladan ko'ra o'qigan
o'qib turib uqmagan veterinardan ko'ra bitta bolalarni ko'rdik. Yonimizga keldi, xayol osmonda. Hali o'qishni bitirganiga 1 yil bo'lmagan, lekin u xayolda Marsda yuribdi. Unaqa xayolga ish kirmaydi unaqa bolalarda. Men o'sha uka boshqa ish qilaver deb javobini berib yubordim. Lekin bu ukami o'sha o'z yoshligidan bundan eskitdan uylariga boraman. Mol boqardim ham. Qiziqishi, o'zining tushunchasi bo'lgani uchun men bolani oldim. Nasib bo'lsa, hozir ish o'rgansa, kelajakdan bu yil men magistraturaga topshiraman deyapman, u bakalavrga topshiradi. Xudo xolasa. Ham amaliyot, ham o'qish bo'lib turib, men niyat qildim shu ukamdan bitta yaxshi shogird chiqaraman. Ke Shavkat, bunoni qaychini olasan. Naq turib, tez-tez uchini ochib beraverasan, tushundingmi? Nechta qilasiz hozir bu molga? Shuncha dorab kelyapsiz. 3 kunlik deyapsiz. Hozir qarang, har bitta yeliniga ukol qilamiz. Yelin nimasiga, sisternasiga. Hozir qara. 4 ta sasokka 2 tadan 8 ta pensilin ochasan. Mana tezlash. 8 ta pensilin. Qo'lingdagi bilan 3 ta, 4 ta, 5 ta, 2 tadan hisoblaganda o'shanda 8 ta bo'lyapti. 7 ta, mana 8 ta. Endi streptomycin 4 ta. Tez. Uzib tashlamasang ham igna kirishga joyini ochib ber bo'ldi. Natriy xlor qo'yamizmi bunga? Yo'q, natriy xlor kerak. Bunga mana Nima edi? Navokain o'sha natriy xlor Navokain adashtiraveraman-da. Mana Navokain. Buni meditsinskiy variantini ham qilsak bo'lardi. U kichkina ampulada maydalashib ketamiz. Tushunarli. Zo'r buni ochib olaylik bo'lmasa. Ishni boshlaymiz. Ishni boshlanishi birinchi qiladigan narsamiz mana 20 ml. 20 ml Navokain. Buni olamiz. 2 ta pensilin. Hop. Tayyorlanishi ham qarayman. Nima qilyapsiz? Yirtiladi buni. Ozgina. Shun bilan. Bu musor. Shuradagi molda oyog'ini bog'lavering. Ikkalasini ham bitta. Bittasini bog'lavering. Bunga ozgina jo'natamiz. Buni qilib yerta olsak ham bo'ladi. Endi shpritsda kachat qilib jo'natsak, ko'pirib ketish holati ko'p kuzatiladi. Ikkita pensilin o'sha Navokainga eridi. Mana ikkita pensilinga bitta streptomycin. Ikkitaga bitta. Tushunarli. Yaxshilab berib to'larkanmiz-da. O'zi hozir birinchisini aniqroq ko'rinsin deb tayyorlashini ko'rsatdim. O'zi aslida 5 tortib ichiga solib hammasini tayyorlab tez-tez tortsak vaqtdan yutamiz. Hozir endi qanaqa nima ko'pchilikda savol bo'lib qoladi Jamshid aka. O'shanga mana iloji boricha aniqroq ko'rinsin deb 20 ml Navokainga mana 2 ta pensilin kirdi ichiga, bitta streptomycin. Endi buni hozir yeliniga jo'natamiz. Hop, qarang. Ichi qizarib ketgan, qarang. Ha, yelinda nagruzka bor. Ham buni Navokainni yelinda blokada qilib ancha og'riqdan qoldiradi, ham bu yoqda qilingan antibiotik bu yoqda infeksiyani yaxshi yemiradi. Keyin inyeksiya qilish tartibi oldi sasok bo'ladigan bo'lsa, oldi sasok mana sentrdan, orqa tomondagini orqadan keyin ko'rsataman. Qilinish tartibi oddiy shprits ignasida ham ishlasa bo'ladi. Shavkat, burni ushlab tursang ham tinch turadi.
Oddiy shpris ignasida yelin bezli joy bo'lgani uchun juda tarang joy, dori ketishi qiyin. 12 ligdan uzunidan bunday foydalanib qolibdi. Opa. Ko'rdingizmi? Sraz chiqdi. Sut chiqadi. Yelin hozir damlanib turibdi-da, bunga hozir mana Ketdi. og'riq bo'ladi, achish bo'ladi. Endi molni rahmini yesak, mol tuzalmaydi. Endi ozgina qiynalsa ham shuni qilishimiz kerak. Mana bo'ldi. Endi igna kirgan joydan yelin bezli muskul bo'lgani uchun kapillyar qon tomiri juda ko'p, qon chiqib turaveradi, lekin xavfli emas. Hozir qilingan antibiotik yoqda ancha yelinning ichini bo'shatib, zo'r samara beradi. Endi hozir shu yerda to'xtatib tursangiz, qolganlarini tayyorlab olib turib, ish jarayonini ko'rsataveramiz. Yelinni orqa tomonidan inyeksiya qilishda qarang, Jamshid ekan, yelinni ikkita yerda nerv tushib kelganda, yelinni yonboshidan urish emas, mana teparoq ursa, pastga tushib boradi preparat. Hozir boya narigi tomonga qildik-ku. Nerviga urib qo'ysa chatoq ekanda hozir. Yo'q, bu boshqa nav. Qarang. Boray nariyoqqa. Qarang Jamshid aka. Mana boya narigi tomoniga qildik-ku, bir tomondan kelaveramiz. Keladigan bo'lsa aytki. Sut chiqmadi-yu. O'zi yelinni ushlab ko'rsangiz, mana o'rtada arig'i bor, ajragan mana. Yelinni bu bo'limi, narigi bo'limi. Men hozir narigi bo'limga urdim. Bu yoqqa bo'lmasa noto'g'ri ursa, ikkalasi ham bitta joyga bo'lib qoladi, narigi tomon ta'sir qilmaydi. Mana men hozir narigi tomoniga inyeksiyani jo'natdim. Shavkat aka, dorilar ber. Mana ikkinchi qilinadigan shu joyda o'zida mana. Opa. Mana. Kunda 2 mahal bu lecheniya. Endi bitta molni oyog'i nechasida narigi tomonga sursangiz, narigi tomondan qilib olamiz. Bir kunda 2 mahalmi hali? Ertalab, kechqurun. 5 kun. 5 kun. Birinchi 3 kun, 3 kunda o'zgarishiga qarab yo to'xtatiladi, davom ettiriladi. Jamshid aka, shu yog'ini uzmang, endi oxirgi so'skasiga tayyorlanishi mana. Shavkat, dorini narigini ham. Mana ko'rsating, ikkita pensilin, bitta streptomicin, hammasini ichida 5 ml Novocain bor. Bu yoqda mana 5 tortib olamiz. Buni ustiga keyin hammasini qo'shamiz. Ushla. Kecha Shavkat akam aytuvdi, ukangiz. Bitta stonaga sattirib qo'yaman deb. Mana. 20 tayyor. Qisarib ketgan. Shavkat, o't burniga. Shuni yoniga o't burni ushlab tur. Molam kattagina, yaxshigina. So'zilganda trigo'siga bir 500 kilo chiqadi. Qarang. Jamshid aka, mana bunda sasoy, men aytdim bez bor. Mana sasoy tepasiga. Hop. Endi achiydi, og'riydi. Iloji yo'q. Hop, chiqib ketdi. Hop. Ignamiz tushib ketdi, boshqa igna almashtiramiz. Mahkamroq ushlasangiz, molda egasi. Ya, ukol qiling, men ushlab turaman. Yangi igna qo'yamiz sirazi. Endi eng chatoq joy tekanda aka, siz hozir. Ya, endi oyog'ida yaxshi fiksatsiya qilsa, boyaginaqa tepmaydi. Endi bu tomonni fiksatsiyasi sal noqulayroq. Hop. Hop. Qayerdaligini ko'rvanglar. Tekseni chiqadi hozir. Ana.
Aytdim, yelin qon tomiriga boy organ. Qonaydi. Qona shu tabiiy hol, qo'rqish kerak emas. Ozgina mana igna o'rni massaj qilib turiladi. Boyagi tomonda yallig'lanish nisbatan kamroqligi uchun bunaqa bu yerda hozir yelin tarang turibdi. Shuning uchun qonasham ehtimoli ko'p bo'ladi. Ha. Xo'p, mana menimcha temperatura tushdi, ukollarni qilib bo'ldik yeliniga. Endi dastim. Ushlab turing. Hop. Qancha qildik? 8. 8. Dastimni vazifasi Aha. mana shu yelindagi qo'zg'atuvchilarni ishini, funksiyasini pasaytirib, organizmni immunitetini ko'taradi, organizm kasallikka qarshi yaxshi kurashadi. Dastimni yo'riqnomasini olib o'qisalaringiz ham ginekologik kasalliklarda ham yaxshi foyda beradi deb yozib qo'ygan. Keyingimiz yana panflamin. Panflamin. Nima? Paxta shakarlar nimaga kerak? Oho. Molni ushlang, men torting ustingga, yeliniga. Endi panflaminni yelinidan jo'natamizmi? Mana boya tomirdan 20 urgan bo'lsak, hozir sasog'da yallig'lanishiga, o'sha yelin xaltasining yallig'lanishiga qarab 5-10 nimada jo'natamiz grammlarda. Tushunarli. Yur. Bo'ldi, bayil, o'rang arqonda. Ko'ryapsizmi, Jamshid aka? Yelin bitib qolgan. Og'riq borda ushlasa qimirlab tepyapti. Teshik ham kichkina ochib ketganmi? Yo'q. Ketdi, panflamin jo'natdik. Mana shular. Panflamin jo'natgandan keyin massaj qilinadi. Bir. Og'riq borda to'g'ri tushunish kerak. Bu yoqqa Ixtiyol qanday ishlayapti aka, mana shu massaj qildirgani? bo'ladi. Bu ham bo'ladi. Soskasi sal og'irroq holati. Unga 5. Yo'q. Bo'ldi. Ketdi, mana 3-sasovga ham panflaminni jo'natdik. Qancha miqdorda jo'natdik? 10. Nimaga bunga ko'p? Bo'shliq borda ketadi. Hozir bunga 10 tiqaman desangiz, yelin zo'riqib ichkarida yelinni klapaniga nagruska berib qo'yadi. Ha, tushunarli. Nariginisiga ham jo'natamizmi? Yana bitta qoldi, 4-inchisi. Bitta. Aytmayman, o'rgan olasiz, keyin meni chaqirmaysiz. Mana Jamshid aka, mastit, zardobli mana suv aralash, zardob aralash sut tushyapti mana bu iste'molga yaroqsiz mana. Ko'ryapsizmi? Yelin mana shuni hozir qilgan ukollarimiz bu yoqda bo'shatib, yumshatib ertaga soqqanda ipir bo'lib ichidan ko'chishni boshlaydi. O'n qildiga tomoniga. Bunga ham 3 tasiga 10 ketdi, bunga 5. 5 ham arang ketdi bunga, chunki juda zich. Ko'ryapsizmi, qizarib yotibdi mana. Qizarib yallig'lanish juda kuchli mana. Xamirsimon bossangiz mana, ichkarida qolib ketadi. O'zi sog'lom yelinda terisini ushlaganingizda terisi yuqa bo'lib ilinish kerak, og'riyapti, chimchilasak. Xo'p, Sefurimiz bitta preparatimiz qoldi. Sefur.
Sefor nima bo'lsa hozir aytadi-da, baribir men ko'nglim sezyapti. Kommentariyada ketadi. Shuncha ukol bitta molga sizlar Bu mol o'ldi o'sha, yashamaydi. Yashamaydi bu mol. Doktor chiqib ketgandan keyin mol egasi molni so'yib oldi. Boshqa Yo'q, shunaqa deydi kommentariyada-da. Shuradiki rostdan. O'shanga aytyapman, shuncha ukol zarar emasmi? Abduxob aka, shuncha ukol mana. Har safar aytamiz, baribir yana bir aytib qo'yaylik. Yo'q. Bitta narsa, bu maqtanadigan narsa emas. Maqtansa ham bo'ladi, arziydi. Agar qilayotgan ishim faqat reklama yoki boshqa bir albatta bo'lganda, mana shu insonni o'zi hisoblab berdi. 6 yil oldin kelgan ekanman, 6 yildan beri chorvasiga qarayman ekan. Kecha shu haqida gaplashib qoldik. Mana shu orqadagi sigirni 6 yil oldin davolab bergansan deb, mana so'skalarni yelini qarang, shuncha yildan beri zo'r xizmat qilib kelyapti. Zo'r xizmat qilyapti. Jamshid aka, bu yog'i. Hop. Sefur qarang. Antibiotikni ham qilishda yo'riqnomadan ozgina chetga chiqadigan joyi bor. 50 kilo tirik vazniga 1 ml da bu. Bu 500-550 kilo atrofida chiqadi jivoy besiga. Hop, bir 10. Lekin men o'zini dozasidan 3-4 ml gacha ko'proq uraman. Chunki kasallik yengil bo'lganda o'zini dozasiga tushishi mumkin edi. Hozir umumiy tanadagi yallig'lanish o'sha sefur, mastitda hamda bachodan kasalliklar, endometrit, metritdan zo'r samara beradi. Kecha bunga ham yelini qo'l qilmasdan sefur qilib ketganimda orqasidan qizg'ish aralash oqmalar kelgan. Bu bachodonda yallig'lanish borligidan dalolat beradi. Tushunarli. Shuning uchun doza tanlashda ozgina yo'riqnomadan chetga chiqish kerak. Sefurda keyin qarang. O'sha dermatit masalasi bo'yicha boshqa sefurda patkoja deganimizda odamlar muskuldan urdi-da. Yo'riqnomasida yozib qo'ygan, yirik shoxli qora mollar uchun faqat teri ostiga deb. Muskuldan qilish tavsiya bermayman. Muskulda so'rilishi qiyin bo'ladi. Ta'sir mexanizmi deyarli yo'q. Ta'sir qilmaydi. Shuning uchun mana teri ostiga. Bir kunda bir mahal, bu ham 5 kun. Tushunarli. Bo'ldi, qo'yib yuboring oldi. Yelinni qarang. Boya ish boshlaganimizda qip-qizil uje rangi oqarib boshladi. Rangi oqarib boshladi. Bu degani yelinda og'riq ketib, mol temperaturasi tushyapti. Bu xudo xolasa kechki hozirgi yelinda o'zidagi faqat umumiy bu hozir yonboshdan boshqa olgan ukollari bir kunda bir mahal dorini preparat turiga qarab qaysidir kun dam oladigan bor, qaysidir kun har kuni bir kunda bir mahal davom ettiriladigan bor. Lekin yelindagi qilingan inyeksiyalar 4 ta yelinga ham qilinadigan inyeksiyalari bir kunda 2 mahal amalga oshiriladi. Mastitni ham holatiga qarab hozir buni 4 ta yelinida ham mastit kechyapti. Bir xil sigirlarda ikkitasi sog'lom, ikkitasida mastit bo'ladi. Sog'lomiga inyeksiya qilinmaydi, o'sha yallig'langaniga oldi tomondan bo'lsa bu yog'idan, orqa tomondan bo'lsa boyagi orqa tomondan faqat o'sha yallig'langanga qarshi ishlanadi. Yana aytib o'tayotganim, kimdir molni ikkita yelini mastit bo'lib turib, ikkitasi yallig'langan bo'lsa sog'lomiga ukol qilavermasin. Ham doriga tushadi, ham sutni buzadi. Undan ko'ra yallig'langaniga ishlaydi. Men hozir 4 tasiga qilganim sababi 4 tasi ham yallig'langan bu. Tushunarli. Zo'r ma'lumot bo'ldi. Chunki masjid bir xilga ikkitasi bo'lib qoladi, bir xilga bittasi bo'lib qoladi. O'shanga to'g'ri aytib o'tib ketdingiz. Zo'r, tugadimi bo'lmasa biz bo'ldi. Bu yoqdagi ishimiz tugadi. Endi bu yoqdan chiqib hozir telefonga qaraymiz, o'chirt bo'yicha keyingi vizitda davom ettiramiz.